Voy jellod, lednikni noldan full qilish uchun nech pul ketadi? Hozir men sizlarga buni hisoblab beraman. Obuna va like tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani jiringlatib qo'ying. Unda boshladik. Xabaringiz bor, bir dona material narxi 568 UC. Bu esa taxminan 100 ming so'm degani. Lednikni full oxirigacha ko'tarish uchun 27 ta material kerak. Bu esa 2 milliondan ko'p pul degani. Agarda lednikni 4-urovengga, ya'ni kilcha darajasiga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, taxminan 750 ming so'm bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Akkauntga shuncha pul ketkazib, arzimagan pulga sotib yuborganingiz yaxshimi yoki mening akkaunt savdoyimdan bor yo'g'i 350 yoki 400 mingga lednik 5 olganingiz yaxshimi? Taklif qilish bizdan, tanlov esa o'zingizdan. Akkaunt savdo kanalini qanday topsam bo'ladi deyotganlar uchun Telegramga kirib, qidiruv joyiga enter daito pastga chiziqcha akkaunt pastga chiziqcha savdo deb yozamiz va bizning akkaunt savdo kanalimiz chiqib keladi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosishni unutmang.